Ko'p insonlar sog'lom ovqatlanaman, sport bilan shug'ullanaman, vaznim ham joyida, lekin xolesterin miqdori yuqori deyishadi. Buning yashirin sabablari bo'lishi mumkin. Birinchi sabab qalqonsimon bez sekin ishlashi. Bunda moddalar almashinuvi sekinlashadi. Jigar xolesterinni qayta ishlay olmaydi va u qonda to'planadi. Buning natijasida sog'lom ovqatlangan taqdirimizda ham xolesterin tushmaydi. Muammo xolesterinda emas, balki gormonlarda. Ikkinchi sabab gormonal preparatlar qabul qilinganda. Bu holat ayollar va erkaklarda birdek kuzatiladi. Bunday holatlarda jigar va xolesterin balansi buzilishi natijasida qondagi tahlillarda xolesterin miqdori yuqoriligicha qolaveradi. Uchinchi sabab jigar va o't yo'lidagi muammolar. O't tosh kasalliklari, o't dumlanishi va jigardagi mayda o'zgarishlar xolesterinni qondan chiqarib yuborishga to'sqinlik qiladi. Muammoni parhez bilan emas, balki shifokor bilan maslahatlashgan ma'qul. Eng katta sabab bu genetika, ya'ni oilaviy giperxolesterinemiya. Retseptorlar ishlamaydi. Xolesterin esa bolalikdan yuqoriligicha qoladi va yurak kasalliklari erta rivojlanadi. Eng katta xato tahlil natijalarini ko'rib, tezlik bilan statinlar, ya'ni qondagi xolesterin miqdorini pasaytiruvchi dori vositalarini ichish. Xolesterinlar qanchaligi emas, uning nega oshayotganligi muhim. Xolesterin tushmayotgan bo'lsa va doim yuqori chiqayotgan bo'lsa, ATD klinikasida butun organizmni tekshirib, asl sababini topamiz.